Assalomu alaykum. Siz uchun kanalining obunachilari va YouTube tomoshabinlari, siz va sizning xonadoningiz uchun foydali ma'lumot berishda davom etamiz. Do'stlar, biz Namangan shahar 5-mikrorayon, Namangan tilida aytganda Shamma bozordamiz. Bu joyda anaqa ugolok mebellar, yumshoq mebellar va oshxonalar uchun mebellar bor ekan. Bular haqida sizga batafsil ma'lumotini, narxlari va sifatlari haqida ma'lumotini beramiz. Kommentariyada esa o'z fikr takliflaringizni qoldiring, biz uchun muhim. Videomizga bitta like bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Barchasi siz uchun. Siz esa eng yaxshi munosibsiz. Biz davom etamiz. Assalomu alaykum Hoshim aka. Assalomu alaykum. Charchamay turibsizlarmi? Rahmat aka, tinchmisiz? Mazani yaxshimi? Rahmat aka. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, tuzumsizlar? Charchamay. Aka, endi bu mebellar haqida bizga batafsil ma'lumotlari bilan, narxlari bilan tanishtirib bersangiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka, xo'p bo'pti. Obunachilarimiz uchun foydali ma'lumot bo'ladi. Bo'ldi, albatta. Hop, 1.60 ga 2.40 moishi materialda bu mebelimiz, kuxunniy mebel deydi. Tagi sanduqli bo'ladi. 4 ta pufigi bo'ladi. Materiallar moishi bo'ladi. Ya'ni bularni yuvsa, tozalasa bo'ladi. Ha, yuvib tozalab ishlatsa bo'laveradi. Hop, 1.60 ga 2.40 10 kishilik deyiladi. Hop, buni 2 million 400 ming kamaytirib beramiz. Dastavkasi Namangan chiqib beramiz. Hop. Namangan shahar ichi bo'ylab. Namangan shahar ichi bo'ylab qilib beramiz dastavkasini. 2 million 200 ming so'mdan dastavkasi bilan birga qilib beramiz. Mana shu 1.60 ga 2.40 liklarni 10 kishiligini. Katta oila uchun ham. Katta oila uchun albatta. Hop, mana 1.60 ga 1.90 lik kuxunniy ugoloklarimiz bor. Bularda ikkita pufigi bo'ladi. Bularni ham tagi sanduqli bo'ladi. Material moishi bularni ham 1 million 700 ming so'mdan Namangan shahar ichi dastavkasi bilan qilib beryapmiz. Buni har xil ranglardan bor. Zakazga qarab. Mana bu materiallari xudo xolasa hammasi yaxshi. Albatta, chekkalari plasmassa kromka bo'ladi. Xonlarni ham chekkasi xudo xolasa yaxshi. Farzandlar shu oilaga ham bemalol. Albatta, chekkalar avvalni yaxshi elga nima urilmadi chekkasiga yaxshi. Buni xohlagan svetda, xohlagan ranglardan zakaz asosida qilib ham beraveramiz. Ya'ni buyurtmalar qabul qilinadi. Albatta, xohlagan o'lchamdagi, rangdagilari. Albatta bo'ladi, xohlagan o'lchamdagilarini. Hop, do'stlar, endi bu ham o'sha 1.60 ga 1.90 lik, ha, boshqacharoq sveti. Hozir bu yerda 5 xil svetda bor. Hop, bu yerda stol stullarimiz ham bor. Bular 4 taligi kreslo poson deydi. Bularni 800 ming so'mdan dastavkasi ichida qilib beryapmiz. 6 taligini 1 million so'mdan qilib beryapmiz. Namangan shahar ichi bo'ylab dastavka qilib beramiz albatta. Buni ham har xil rangdagi, dizayndagilar bor. Rangdagi har xil rangdagilari bor albatta. Qora jigarrang. Qarab bemalol aloqaga chiqsangiz, yetkazib ham berishadi. O'dan turib aloqaga chiqsangiz. Albatta. Hop, hozir bu yerda 4 talik va 6 taligi qilib beramiz. Hozircha 4 taligi qoldi, 6 taligini albatta qilib beramiz. Ikkita bir xil olinsa 8 kishilik ham bo'laveradi. Bemalol katta oila uchun. Katta oila uchun ikkitasini juplab 8 kishilik qilib ishlatsa bo'laveradi. Bu yoqda endi to'pli qo'yadigan pastavkalarimiz, kvartiralar uchun bu yoqga to'pli qo'ygan yaxshi. Tevasi tortmali bo'ladi. Chekkalar ponna plasmassa kromka bo'ladi. Hop, bularni 500 ming so'mdan beryapmiz. Mana shu ranglari har xildan bor. Endi mana sal nimarog'i, balandrog'i, kattarog'i, dizayneri chiroyligi. Hop, buni 900 ming so'm beryapmiz mana shularni. Buni ham har xil svetdan qilib beraveriladi. Necha xil turdagisini topsa bo'ladi? Hali zakaz qilinsa. Zakaz qilinsa buni 1.10, hozir bu 80 lik 1.10 gacha bo'ladi. 1.10 kengligi 1.10 bo'ladi. Talabiga qarab qilib beraveriladi albatta. Hop. Endi bu yoqda kuxunniylarimiz bor. Do'stlar, kuxunniylarimiz mana 1.20 dan boshlab 2.40 gacha bo'ladi albatta kuxunniylarimiz. Bularni ham chekkasi PVH kromka bo'ladi. Chekkalari plasmassa kromka bo'ladi. Eshiklar davodchilik, vakuumli bo'ladi. Ya'ni qarshilik yo'q. Yo'q, albatta hammasi mana chekkalari sifatli materiallardan, aksessuarlari ham yaxshi. Ha, yaxshi albatta. Mana shu 2.40larimizni 2 million 100 ming so'mdan dastavkasi bilan qilib beryapmiz. 2 million 100 ming so'm 2.40 liklarimiz zavodskoy tom bo'ladi. Zavodskoy staleshniy deydi. Staleshniylar yaxshi sifatligidan. Ha, albatta staleshniylar zavodskoy bo'ladi. Buni har xil razmirdagilari bor. Hop. Endi mana bu ixchamroqlarimiz 1.40 lik deydi. Buni 1.40 lik razmerda. Bular ham chekkalari vakuum, chekkalari plasmassa, eshiklari vakuumli. Xudo xolasa yaxshi ish. Do'stlar, aksessuarlarni ham bir-biriga moslab qo'yishgan ekan, rang-barang, bir-biriga juda ham chiroyli tushgan. Albatta. Ya'ni balkon tomonga oshxonasini olib chiqqanlar uchun juda ham oshxonasi ixchamroqlarga yaxshi tushadi. Hop, bularni 1 million 300 ming so'mdan dastavka qilib beribdi 1.40 liklarni. Hop, bu 2.40 lik kuxunnigimiz, ya'ni bir boshqacharoq sveti bu ham. Bu ham bu 2 metrligi. Bu 1.40 ligi.
Do'stlar mana rangi, fasoni, o'ziga chiroqlari. Rangi, fason, razmerlari, narxlari. Xolos ularning ham hammasini materiali bir xil, ishonchli. Ha, ishonchli albatta, ishonchli albatta, chekkali. Davetchili bo'ladi, vakuumli. Albatta. Bu 2 metrligimizni 1.800.000 so'mdan dastavka qilib beryapmiz Namangan shahar ichi bo'ylab. 2 metrliklarni. Hop, endi bu yoqda shkaflarimiz bor, shpanerlarimiz. Отдельно. Hop, bular o'rtasida bo'linadi. Mabodo aqabaqa olib kirishga alohida qilib 2 qanotdan qilib olib kirsa bo'ladi. Bularning ham chekkasi plastmassa kromka bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Bir tomoni gardirob, tevasida sefi bor. Do'stlar. Sefi ham kengaygan. Ha, seflari ham bor, tagi tortmali bo'ladi. Do'stlar. O'zi tortib oladi onda. Tortib oladi. Hop, buni har xil svetdan bo'ladi. O'rtasida bo'linadi, отдельно 2 qanot bo'lib. Ichi puldan chiqadi endi. Bularni 2 million so'mdan dastavkasi bilan qilib beryapmiz. Shkaflarni. Do'stlar, mana fasonida, dizaynda farqi bor. Bir-biriga aksessuarlarni uyg'unlantirib qo'yilgan. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Telefon raqam qo'yib qo'yganmiz, ekran tagida bo'ladi. Albatta, bular 6 qanotli. Agar kattaroq kerak deysa, 2 tomoni gardirob bo'ladi, bir tomoni muzika, bir tomoni jenskiy bo'ladi. Bular 6 qanotli, bular ham отдельно 3 tachasi bo'ladi. Bo'lib, aqabaqa olib kirgani ham qulay bo'ladi. Ya'ni maydalab bemalol kirib kirilaveradi. Albatta. Bularni dastavkasi bilan 3 million qilib beramiz Namangan shahar ichi bo'ylab. Do'stlar, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Materiallari, xudo xolisa, sifatli materiallardan qilingan ekan. Materiallari har xildan bor. Do'stlar, bu tomondan qora rang va tilla aralash yoqtiradiganlar uchun bu ham o'zgacha turadi uni. Qora miramir deydi bularni. Qora miramir anaqada. Buni o'lchami nechchiligi? Balandligi 2 metr bo'ladi, standart balandligi 2 metr, bu 220 bo'ladi. Buni 2 million so'm dastavka qilib beramiz. Do'stlar, chiroyli dizayn ekan bu. Jiddiy insonlar uchun, ya'ni qora rang yoqtiradiganlar ko'proq jiddiy inson bo'lishadi. Albatta. Kuxunnilar har xil sveti, shpanerlarni har xil svetdan bo'ladi albatta. Bu tomonda ham har xil dizayn, fasondagi shkaflarimiz bor. Shkaflarimiz bor. Hop, endi mana 2.40 lik kuxunligimiz. Bu tomonga rakvina tushadi. Har bitta ko'rsatgan kuxunligimizga o'ng chap bo'lib joyiga qarab rakvina tushaveradi. Uni qo'yib beriladi rakvinasini. Rakvinasi o'zini qo'yib beradi. Ha, отдельно bo'ladi narxi-yu. Prosta qo'yib berishimiz bepul bo'ladi. Hop, bu tomoniga rakvina tushadi, bu tomoniga gaz tushadi buni. O'zining ichida gazlari, vetishkalari bo'ladi. Mashinamiz ham 2.40 razmerida bo'ladi. Bular ham chekkalari kromka PVH bo'ladi, eshiklari vakuumli bo'ladi. Do'stlar, mana chiqadi buni. Ham chiroyli. Hop, bularni ham o'sha 2 million 100 ming so'm Namangan shahar ichi dastavkasi bepul bo'ladi. Hozir ko'rsatgan materiallar, mahsulotlarimizni barchasini xohlagan dizaynda, rangda, o'lchamda qilib berilar edi. Albatta, xohlagan svetda qilib beriladi. Ha, borib joylarni o'lchab, agar kuxunni qilish kerak bo'lsa, borib joylarni o'lchab, aytishgan razmerda qilib ham beramiz. Ya'ni o'lchab berish xizmatlari ham bor. Zakaz asosida bo'ladi. Zakaz narxi sal boshqacharoq, qimmatroq bo'ladi. Kelishilgan holda, xudo xolasa, albatta. Narx ko'tarilib ketmaydi, lekin murosa qilinadi. Ha, albatta. Do'stlar, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Manzilimizni yana oxirida bir tushuntirib o'tamiz. Biz Namangan shahar 5-mikrorayon, Shamma bozori deydi Namanganda ko'proq. Boshqa kunlari ham bozor bo'ladi, do'kon ochib bo'ladi. Oqamish yerda xalq xizmatida ekanlar, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa, sog' bo'linglar, obunachilar.